Assalomu alaykum. Men Hasan Muhammadjon Abduhakimovich, oliy toifali vrach radiologman. 12 yillik tajribaga egaman. Toshkent vrachlar malakasini oshirish institutida klinik radiologiyani tamomlaganman. 2 yildan beri Madadshifo klinikasida faoliyat yuritaman. Hamda 12 yildan beri Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali rentgenologiya bo'limida MSKT kabinetida ish faoliyatimni yuritaman. MSKT apparatimizda asosan onkologik bemorlarni, turli xil tan jarohati olgan bemorlarni, bemor tanasidagi turli xil shikastlanishlarni, miyaga qon quyilishlar, insultlarni, o'pka kasalliklari, qorin bo'shlig'i a'zolarining hamma kasalliklari, jigar, o't tufayli, oshqozon osti bezi, taloq, buyraklar, ekskretor urografiyalar, toshlar, o'smalar, turli xil tug'ma buyrak nuqsonlari bo'lgan bemorlar tekshiramiz hamda nevrologik bellardagi grijalar, ko'krak umurtqasidagi, bo'yin umurtqasidagi grijalarni tekshiramiz. Onkologik bemorlarda o'sha butun tanani kontrast yordamida o'sma sohasini qayerda joylashgan, qayerlarga metastazlar berganligi, shu holatlar tekshiramiz va aniq tashxis qo'yamiz. Sizning sog'lig'ingizda muammolar bo'lsa, bizga, ya'ni Madadshifo klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin.